Assalomu alaykum. Qoidani chetidan, juda ham chetidan ko'pchilik e'tibor bermaydigan joydan olingan savol. Qaysi avtomobil haydovchisi yo'l berish kerak deyilgan. Asos 104-band teng ahamiyatga ega bo'lmagan, ya'ni ikkinchi darajali yo'ldan kelayotgan transport vositasi, asosiy yo'ldan kelayotgan transport vositasiga yo'l berish kerak. Ya'ni bu yerda ko'k avtomobil, qizil avtomobil yo'l berish kerak. Ko'pchilik bu holatda qizil chapga burilyapti, shuning uchun ko'k to'g'ri yurgani uchun ko'kni birinchi, qizilni ikkinchi deb o'ylaydi. Lekin bu yerda xato. Chunki ko'k avtomobil ikkinchi darajali yo'lda. Nega desanglar, asosiy yo'l tarifida yozilgan qattiq qoplamali yo'l qoplamasiz yo'lga nisbatan asosiy hisoblanadi. Ko'k avtomobil turgan yo'lga e'tibor beringlar, u turpoli yo'lda turibdi. Demak, u ikkinchi darajali yo'lda. Qizil esa asosiy yo'lda. Shuning uchun qizil avtomobil chapga birinchi buriladi, ko'k unga yo'l berib, keyin harakatini davom ettiradi istalgan yo'nalishda to'g'riga, unga farqi yo'q uni, tushunarli? Shuning uchun bu savolda qizil avtomobil nima qilish kerak? Birinchi yuradi. Savolda esa kim yo'l berish kerak? Ko'k avtomobil yo'l berish kerak. Asos 104-band bo'ladi. Asosiy yo'l atamasi ham bu ozgina kerak bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.